Assalomu alaykum barchaga. Bugunga kelib Ammo teplojamasida yangi serqirra ijodlar qilinmoqda mana. Katyolarimizning chaklarini ko'rishingiz mumkin. Birinchi navbatda mana xuddi zavod qanday bo'lsa shunday qilib chiqarganmiz mana chaklarini. Bu katyollarimiz uchli qora lisadan ishlandi. 30 kilovat katyolimiz. Ko'p kommentariyalarda narxini ayting deb turibdi. Narx-navo har xil bo'ladi. Nimaga deganda, hozirgi kunda narxlarni ancha kelishtirib berib turibmiz. Shuning uchun telefon qilib murojaat qilavering. Aytilayotgan narx 10 million so'm 30 kilovat katyolimizning. Aynan shu katyollarimizda 20 kilovat katyolimizda, 30 kilovat katyolimiz 3 turli katyolimizda aksiya boshlandi bizlarda. 4 oy davomida 20 kilovat katyolimizni 2 million so'mdan to'lab borasiz, 8 million so'm bo'ladi 4 oyda. 8 millionni to'lab bo'ldim, mana pulim tayin degan vaqtingizda katyol uyingizga tushadi. Qalasangiz ana shu 10 millionlik katyolni 2,5 million so'mdan to'laysiz 4 oy davomida. Hozir 5-oydamiz, sentyabr 9-oyga kelib 10 millionga to'ldirgan vaqtingizda qalasangiz 5 milliondan bering, qalasangiz 3 milliondan bering. Daftar yuritamiz. Dim ansat yo'lam bor, lekin sizlarga narxi qimmatlab ketadi. Nuqa deganda ishonch magazin degan magazin 2 kundan bir keladi bizlarning yonimizga. Bizlar orqali sotin katyolimizni bo'lib to'lashga deb. Ular orqali chiqarib beraveramiz qalasangiz. Plastigingizdan aymay pul yechib turaveradi. Xalasangiz bo'lib to'lashgadan beramiz, lekin katyolning pulini to'lab bo'lgan vaqtingizda dastlab qilib beramiz katyolni. Xohlagan viloyatingizdan bo'ling, xohlagan tumaningizdan bo'ling, kartaga tashab bering, farqi yo'q hech qanday. Livoy bir oyliqchi odam bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Livoy odam men pulim jinalmaydi desa, bizlarda tursa pul jinaladi. Oddiy misol 20 kilovat katyolimizni 2 million so'mdan berasiz, har oyda 4 oyda to'lab bo'lasiz, uyingizga katyol borib tushadi. Boshqa yangiliklarimizga o'tamiz endi. Hozirgi kunga kelib katyollarimizda ko'rinishlar ham yangilandi. Har xil yangiliklarni qilib yotibmiz. Eng asosiy birinchi yangiligimiz hamma mijozlarimizning so'rab turgan yangiligi aqlli qutimizni yaratdik mana. Bu aqlli quti deganimiz o'rischasida dom avtomatika. Buning afzalliklari birma-bir tushuntirib berishga harakat qilaman. Tushungan odam bo'lsa, bu avtomatikamiz bu katyollar uchun. Uzoqroqdan olgamaylik. Bu katyollar uchun bu avtomatikamiz. Mana ishlab boshladi katyolimiz. Xalasangiz universal katyolga qo'yasiz. Xalasangiz universal deganimiz bu tomondan yirik solinadi. Ko'p odam shuni tushunmay turibdi. Bu tomondan yirik solinadi. Shuni boshda bir tushuntirib berayin sizga. Universal deganning sababi bu tomondan mayda ko'mir solasiz. Bu yerda yonadi. Bu tomondan yirik ko'mir solasiz, bu yerda yonadi. Bu degani svet o'chib qolishi mumkin. Sizda mayda ko'mir tugab qolishi mumkin, iri ko'mir tugab qolishi mumkin. Universalni xalagan narsangizni yog'ilasiz. Iri ko'mir, o'tin, liboy narsangizni yog'ilasiz, shuning uchun universal. Yana universal deganda yarim avtomatlardan bulardan